Assalomu alaykum. Kanalimizning obunachilarimiz, mana navbatdagi 2 qavatli haytik fasonli darvozamizni o'z o'rniga olib kelib qo'ydik. Bu darvozamizda manzillari, bunga ketgan materiallari, qanaqa kraska ishlatilgan, qanaqa lak, qanaqa zamok, hammasini qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu darvozamizning manzili o'zimizning vodiyga, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida o'ziga o'rnatdik. Darvozaga ketgan materiallari, oldin razmerlari. Razmeri ham gigant razmer desa bo'laveradi. Eng katta razmer eniga pashti 560 ga 352 bo'lgan. Darvozaning razmeri eniga 560. Bunga ketgan o'sha ishlatilgan materiallari, yollari, o'rta ustuni, bu chekkasi, tepa tomonlari o'ngon, stenasi qalin 2 stenali profil ishlatilgan. Oyog'ini tagi har doimgidek o'sha bezuloq begavatni yangi shvellardan qo'yib berilgan. Oldi 1.8, orqasi 1.3 ga qoplangan, 2 qavat o'tib qilingan. Shumkasi umuman tovush yo'q mana. Shumka bo'lgan. Hammasi dovushi yo'q. Stiklavatalari solingan. Ranglari kelsa, ranglari o'sha mokro asfaltda sal to'g'rog'i, qoramtirga tortib ketadigan rang sepilgan, glansvet lakka bo'yalgan. Gramatex ponni bir xilda gramatex sepib chiqilgan. O'ziga yarashgan mana karnizlarda to'rtbucha qilib turib ishlab berib turib, banklarni qo'yib chiqilgan. 2 ga 2 profil aylantirilgan. Karniz aylantirilgan, katta tomonga katta ko'z qilib turib, ham kichkina ko'zdan yoniga qo'yilgan. Pesh buruni 2 ga 3 pesh buruni ishlatilgan profil bu. Buni stenasi ham qalin. 1,5 ga 1,5 ponni aylanib chiqqan. Yon tomoniga mana 1,5 ga 1,5. Buni stenasi ham qalin. Xudo xolasa, kimga shunday darvoza kerak bo'lsa, qanaqa fason kerak bo'lsa, bexijolat qilib beramiz. Darvozani kalitkasi rosa 1 metr kalitka bo'ldi. 2.15 dan katta qanotlarimiz razmeri to'g'ri kelgan, bir xilda. Mana ochilib yopilishlari kalitkalarimizni hamma yo'g'i nihoyatda yengil, chiroyli. Mana. Orqa tomoni chidiganlarga orqa tomonni mana ko'rsatib o'tamiz. Kelonaga orqa tomoniga. Orqa tomonlari o'sha oldi tomoni rangi qanday bo'lsa, orqa tomoni ham bir xilda o'shanday rang sepilgan. Orqa tomoni ham gramatex sepilgan. Plankalarni qo'yib, o'sha eng baquvvat shanrdan mana ikkita tevaga 2 ta, pastga bitta. 3 tadan har bitta qanotga shanr qo'yib chiqilgan. Sentr zamok, haqiqiy o'sha xizmat qiladigan sentr zamokdan qo'yilgan. Xudo xolasa buni xizmati ham mana ochib, yopib, hamma yo'qlarni shaytonga o'ldirib qo'ygan jetingizga mana Xudo xolasa bir ali yopilib ketishi boshqasi bo'lmaydi. Mana shotini olib qo'yaylik. Hali kasoyligi yo'q. Yopilib ketish, bo'lmasa ochilib ketishi yo'q mana. Aytgan jetingizga qo'yib to'xtaydi, to'xtagan jetida turadi. O'zini darvozani o'zini vazminligi ham bor. Bismillahirrohmanirrohim. Darvozani optik kvadrati ozdan ekan 20 kvadrat bo'lgan. 19.6 kvadrat. Optik kvadrati 19.6. Xudo xolasa shunday fasonmi, haytik fasonmi yana boshqa turidan, Samarqand fasonmi, qanday fason bo'lishidan qat'iy nazar xudo xolasa telefon qilsalaring, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Olib borib yetkazib, o'rnatib, ustunovkalargacha qilib, o'zimiz topshirib, duolaringni olib kelishga xudo xolasa nasib qilsa qilib beramiz. Endi shu xonadonimizning egalari Hojiboy endi hozir Nodirbek mening haliga to'g'risiga nima chiqolmayman deganlarga mana orqadan turib o'zlari duo qilib, o'sha o'zlarining fikrlarini bildirib o'tadilar. Hojiboy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mazangiz yaxshimi? Mazam yaxshi. Charchamasdan. Yaxshi, alhamdulillah. Darvozalar muborak bo'lsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizlarning ham mehnatlaringizdan rozi bo'linglar. Ana qanaqangi buyurgan bo'lsam, o'sha razmerida chiroyli qilib, shashilmasdan o'zimizni ko'ynimizdek qilib berdilar shu Nodirbek ukamiz. Tanjonlari sog' bo'lsin, bolalarining baxtiga, o'zlarining baxtiga, ota-onalari sog' bo'lsin, qilayotgan ishlarini Alloh o'zi xayrli qilsin. Kimiki mana shunaqangi chiroyli uy qilib, chiroyli mana shunaqa robotlarni qildirgisi kelsa, albatta mana shu ukamiz Nodirbekka murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib beradi. Darvozadan ko'nglingiz to'ldi, Hojiboy? Darvozadan alhamdulillah ko'nglimiz to'ldi. Nihoyatda yaxshi. Mehnatlaringga ham rozi bo'linglar. Chiroyli ko'nglimizdek qilib berdilar. Kamchiligi yo'q, vaqtida kelib o'rnadi. Vaqtida kelib o'rnatildi, aytilgan muddatda albatta vaqt soati bilan kelib o'rnatildi. Hech qanaqangi darvoza tomonidan muammo yo'q.
Narx navosi puliga yarasha ekan. Narx navolari endi puliga yarasha. Boshqa Iloyim qilamiz. ilovonda avvalambor Amin. topgan pullaringni Alloh o'zi xayrli qilsin, barakotli qilsin. Nimaki niyat qilsalaring, niyatlaringga, maqsadlaringga Alloh o'zi yetkazsin. Amin. Sizlarda mana shunaqangi menga o'xshagan ko'p xaridorlaring ko'p bo'lsin. Alloh akbar. Sizga o'xshab hojilar ham bor yuraylik. Iloyim inshaalloh niyat qilyapsiz, oilangiz bilan, ota-onangiz bilan Baytul Haramga borib, qayta haj umralarni qilishingni Alloh nasib qilsin. Alloh akbar. Rizzo bo'ling, aka. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz mana ko'rdilaring, Hojiban o'zlarining gaplarini eshitdilaring. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahriga o'rnatib bu darvozamizni bexijolat telefon qilinglar. Hech bo'lmasa telefon qilmasdan kanalimizni kuzatib boringlar. O'zlaring xulosa qilsalar, ko'ngillarni tortsa, xudo xolasa telefon qilsalaring, olib borib o'rnatib, ustunovka qilib joylab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, darvozamiz ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona o'sha obunachi tugmasini shunday bosib qo'yinglar. Orqasidan bitta laykni ayamaysizlar. Bo'ldi, o'sha yetadi bizga. Darvoza ustagalarimiz ham olib qo'yaman, ha. Xudo xolasa ustagalarimiz ertamandan mehnat qilishdi. Ustagalar mehnatlarga rizo bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga ham mana shunaqa darvoza nasib qilsin. Bizga ham nasib qilsin. Gap yo'q. Charchamanglar aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.